Hozirgi jamoatga qisqa aytish kerak bo'lgan bayon, hurmatli jamoat, ro'zani o'zi haqida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alloh taolo xitob qildi. Xitob mo'min musulmonlarga, xitob munofiqlarga, xitob kofirlarga, xitob insonlarga, musulmonlarga bo'lgan xitob. Ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirganlar desa, Ibn Abbos aytadiki, quloqlaringni tayyor qilib turgin deydi. Ey iymon keltirganlar deganda ikkita narsa turadi deydi asosan. Yoki bir yaxshilik bor Alloh taolo chaqiradi, yoki bir yomonlik bor Alloh taolo qaytaradi deydi. Ya ayyuhallazina amanu, yo bir yaxshilik bor, unga Alloh taolo chaqiradi musulmonlarni, yo bir yomonlik bor Alloh taolo qaytaradi uni musulmonlardan. Bu musulmonlarga tegishli xitob. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'taziru al-yawm dedi. Kofirlarga Alloh taolo endi uzr so'ramanglar dedi. Ya ayyuhan nas dedi. Ey insonlar dedi. Bu umumiy. Ammo bu yerdagisi-chi desa, bu yerdagisi ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, kutiba alaykumus siyam, sizlarga ro'za farz qilindi. Qildi emas. Buni arab tilini tushungan odamlar biladi. Qilindi, majhul fe'l deyiladi. Qilindi, ya'ni Alloh taolo sizlarga ro'zani farz qildi. Shu biz. Siz u bizga ro'zani farz qildi. Bitta maqsad bor. Shu maqsaddan burilmaylik, hurmatli jamoat. Bu nima desa, la'allakum tattaqun deyapti Alloh taolo. Ajabmaski taqvoilar sizlarda o'zgarsa. Ajabmas taqvo bo'lsa, bir Xudodan qo'rqish degan narsa ko'paysa, Allohga yaqinlashish degan narsa bo'lsa, taqvo bo'lsa. Taqvo nima degan desa, taqvo Alloh taolodan qo'rqishlik, ehtiyot bo'lishlik va qo'rqishlik. Ana endi har bir ibodatni, hurmatli jamoat, har bir ibodatni ichki ko'rinishi bor, tashqi ko'rinishi bor. Namozni tashqi ko'rinishi qiyom, qiroat, ruku, sajda, qa'da, salom berasiz, namoz tugaydi. Men farzlarni aytyapman. Tahoratni qo'lni yuvadi, yuzni yuvadi, boshni 4dan 1ga mahs tortadi, oyoqni yuvadi, bu farzlarni aytyapmiz. Ro'zani farzi nima desa, saharlikdan boshlab, ya'ni bomdodni ozonidan boshlab, shomni ozonigacha yeyishlikdan, ichishlikdan, jimodan tiyiladi. Haloldan tiyiladi. Yeyishlikdan, ichishlikdan, jimodan. Lekin bu ro'za emas. Bu ro'zani tashqi ko'rinishi. Shuni hamma eplaydi. Ro'zani tashqi ko'rinishini hamma eplaydi. Lekin Alloh taolo la'alla